Hi everyone, welcome to the Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 39, don't drop it. Okay, sağlaştı yaxşımsızlar. Bugün mana 39 ders yaptık. Bugün dersimizin temisi don't drop it. Okay, don't drop it. Әміз қараңlar. Nima ekan? Nemisi unutdi? Don't drop it. Tashlab etmang, qo'lingizdan tushirib etmang. Tamam? Xo'sh. Qaranglar, don't drop it. Nima tushirib etmang, tashlab etmang degandek. And that don't bother me. All right? And the bother me degan, and daxliq qilmoq, qarshilik qilmoq, jiylik qilmoq, chiq tegmak degandek. Don't bother me. Men bir jiylik qilmasam, meni tishimga tegmasa, shunday qo'y yoki bir xil degandek. And stand up deganchi. Stand up. O'rnidan turmang. And don't stand up bo'lsa, o'rningizdan turmang. Okay? O'rningizdan turmang. Don't stand up. Okay, don't stand up. Xo'sh, endi sit down degan o'tirang. Don't sit down. O'y o'tirmang. Don't make a noise. Okay, varanchuran qilmang degandek. Demak, endi bu shu jumlaga biz qarasak, endi don't bother me, don't stand up, don't sit down degandek hammasi nima desam, o'sha yerga buyruq xarakterli jumla. Demak, bir buyruq jumla, shunami? Endi bo'lgan mana shu buyruq jumlaning bir necha xil shaklda o'rganib chiqamiz. Xo'sh, yangi so'zlar keldi. Endi birinchisi nima desam, front. Okay, front. Front deganimiz oldi. Front deganimiz oldi. And there's an in front of nang oldida. In front of. Okay, in front of was nima? Nang oldida. Again, careful. Careful deganimiz ehtiyotchanlik bilan. Be careful, ehtiyot bilan, shunami? Vase, all right? Vase, lonqa. Drop, tushib ketmak, tushmak, shunami? Drop. Okay? Flower. Okay, flower deganimiz nima? Gul. Flower deganimiz gul. And the front, qaranglar, frontga oldi shnami? Masalan, front door oldi shik. Odatda masalan cho'ng shik, masalan, taladan uyimizga kiradigan cho'ng shikni deymiz, front door deymiz. Front door. And a front desk chu. Masalan, shirkatga yoki doktorxonaga yoki cho'ng bir organlarga kirsanglar, endi sizlarni kutib olgan bir ish bor, chentay deb qo'yamiz-ku. Kutib olish supsi. Shuni deymiz, the front desk. You know, front desk. Okay, and please come to front. And the bu shu oldiga keling. Balkim bu shu geografiya o'rganganlar biladi, oldi fronet. Fronet deb qo'yiladi. Mana bo'ron chiqishi ham o'yig'ishning nimasi fronet deb qo'ychu. Ana fronet degan shu front, oldi degan gap. Fronet, oldi shunami? Masalan, she is at the front desk and u nada kutib supsida. She is at the front desk. She is at the front desk. Mesela you can enter from the front desk. Siz nereden kirsanız buludu? You can enter from the front desk. Şu oldu şıkın. Qana kırsanız buldu, ekirsanız buldu. Okay, ekirsanız buldu. Demek on the front signimiz ne dersanlar? Vallahi oldu. Okay. And qarasanglar in front of bilan in the front of niki farq bor. Ama in front of deganning oldida bo'lsa, in the front of bo'lsa bir narsaning ichining oldida bo'ladi. Qaranglar rasmga. Oqsam ekan mana mashina. Wow. Masalan, he is standing in front of the bus. Oqsa avtobusga nima u? U avtobusning oldida ekan, shunami? He is standing through it in front of the bus. Avtobusning oldida. Okay, what about this? Next one. Next one is the driver is sitting in front of the bus. Okay, in the front of the bus. Demakchi, chauffeur shu avtobusninki oldida shunami? O'tirib o'tibdi. Demak, the driver is sitting in the front of the bus. Shu avtobusning oldida qanday o'tibdi? O'tirib o'tibdi. Demak, in front of, in the front of, in front of, in the front of, in the front of. Nang bir narsaning ichining oldida. Okay. Masalan, in front of the bus. Masalan, the car is in front of the bus. And the machine, a pickup, avtobusning oldida. And the manancho, whiteboard cho balla in front of the classroom.
Mesela the whiteboard is in the front of the classroom. Demek hem de ak doska ma resimde hem de şu nemin aldılar insanlar sınıfniki kadar insanlar oldu tarafında in front of in the front of demek ki bir nesne işçinin aldır bolsa in the front of geldi. Okay, and the careful. Oh, be careful. Careful dediğimiz hem de ihtiyaç kılmak, ihtiyacım olmak, be careful. Mesela you must be careful. Siz çokum qanday qilishiniz kerak? Ehtiyotchan bo'lishingiz kerak. Careful. Okay. And the careful, care deganimiz shu nima? Kuyinmak, shuni diqqat qilmoq degan gap. And the careless deganimiz hamda nima desanlar? Naytdi. Well, less deganimiz emas, degan incarments va. Demas careless deganimiz naytdi. Ehtiyot qilmaydigan, naytdi. Diqqat qilmaydigan degan gap. Careless. Okay, and the carelessness, makendikness deganimiz hamda ism yozish qo'shib, carelessness degan shu beparvolik degan gap. Carelessness. Carelessness. Qaranglar, make a mistake. Nima xatolik o'tkazmak. Shunami? Masalan, I made this mistake because of my carelessness. Mening shu because of deganning sababini shunami? Shu beparvoligimning sababini xatolik o'tkazdim. Again, I made mistake deganda shu dexe 70 dersler o'qinimiz 71-72 derslari. Masalan, oldinchi ketib qopdi. Shunga mazmunni yozib ham qo'ysanglar bolalar. Lekin nim keyincha qanday qilamiz desanglar o'qinimiz ham mazmunlari. Faqat hamda balki ba'zi savodashlar inkos qilib hamda biz takrorlab etsak degan shu yusrni masal bizning guruhdagi bolalar mazmunni sal qiyroq tuzib yutibdi. Albatta. Bodo ma'ni chiqirib yutaylar mazmunni. Shunda bo'lsa ham bir ko'rib qo'yinglar. Hech qanday nima emas desanglar. O'shqa emas ku hamda. Bo'z ko'rib qo'yinglar. Bak voy nima ish qiladi deb ketmanglar. Bu keyin tushunib qolasizlar. Okay? Careful, diqqat qiling. Drop. Okay, drop. Qo'limdan tushib ketsin bo'ldi. Drop. Okay. Masalan, don't drop that glass. Okay, stakanni qanday qilib etmang, tashlab etmang. Shunami? Drop. Don't drop it. Masalan, be careful, don't drop it. Oy, diqqat qiling, tashlab etmang. Tashlab etmang. Masalan, do you want to drop that case? Chamadonni tashlab etdingiz bormi? Do you want to drop? Drop. Qoldirib qo'ymoq tashlab. And the drop deganimiz yani tomcha demans va. Masalan, a drop of water. Bir tomcha nima? Suv. Masalan, some drops of water and bir qancha tomcha suv. A drop of blood. Okay. Masalan, first drop of blood and the tunji bir tomcha qon. Bir Ramboning kinolari bor hamda. Shuningdek tomcha deganga shu drop. A drop of blood, bir tomcha qon degan gap shu. Okay, and bular nima ekan bolalar? Gullar shundami? Gul degani flower deymiz. Flower. Masalan, I gave her some flowers. Men uningga bir necha gulni qanday qildim berdim. I gave her some flowers. Men uningga bir necha gul qanday qildim berdim. Give. Masalan, he's picking flowers now. And we are pick deganimiz tamak shunami? And the gulni teramda o'rsan gul uzish deganda pick the flowers deymiz. Masalan, he's picking flowers now. U hozir nima ish qilyapti? Gul uzyapti. Gul uzyapti. Flower. Okay, they are all flower. And we plant flowers in the house. Biz uyga nima ish qildik? Plant qildik. Plant deganimiz terimoq. Masalan, gul o'stirdik yoki gul teridik deydi. Biz gul terimiz, sorry. We plant flowers in the house.